Mana shu Bekzodbek janoblari mana shunaqa akkuratniy moshinada yurarkan. Mana akkuratniy joylarda o'tirarkan. Mana unaqa joylarda rasmga tusharkan. Pivo icharkan bu ham. Bu ham maishat xo'rakan, mana hamma narsasi bor. O'ydekkina oilasi bor ekan. O'ljasi ham o'ydekkina balacha. Lekin mana bidalaga ichi to'la kir, yaxshi odam emas. O'zi alkash ekan, yana gapirgan gaplari, yozgan narsalari вообще osmonda. Xohlasam borib chichaman deganmisan sen? Ha? Shunday degdingmi? Qanasan o'zi? Nima yozmayapsan o'zi? Nima yo'qib ketding? Bekzodbek. Qayerdadan? Shahrisabzda. Bekzodbek. Qayerdasiz, janob oliylar? Osmonda aydingizku, mujik deysiz. Вообще yozayotgandingiz-ku. Keling, biz sizni kutyapmiz, sizni qusishingizni, sizni chichishingizni kutyapmiz. Kelsangiz, shunaqa qilib ketsangiz, biz tozalab qo'yamiz. Biz xizmat qilamiz. Qanasiz, keling. Jizzax viloyatiga keling.